bilmem deymiz endi shu azmidim ben oğlum gelinimini bağlab olsun. Gelecekte işler bundan hem yaxşı olsun. Acı Üniversitesi rahbariyatı hem katta rahmetler ettik kalamız. Bağlab olsun ben. Sen meni Qudamli o'g'illari Azmiddinjon çok iqtidorli yigit. Ular baxtli saodatli bo'lsin, kelin bilan qo'sha qarasin. Mana bugun o'g'lim Azmiddinjonning nikoh to'yi marosimida o'tiribmiz. Shu munosabat bilan o'g'lim Azmiddinjonga, kelinim Fayruza xonimga baxt saodat, uzoq umr, hamisha serdavlat, serfarzand bo'lib, bundan keyingi kelajakdagi maqsadlariga, orzulariga muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Ishlariga rivoj tilayman, baxtli bo'lsin. Shu bolalarimizni har doim baxtini ko'rib yurishni Allohim nasib etsin. Shu fursatdan foydalanib, shu o'g'lim Azmiddinjonning birga ishlaydigan jamoalari, ya'ni ish faoliyatini davomida Archa universiteti xodimlariga, barchasiga, rektor, prorektorlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Dadasini ham fikri shunday fikrdamiz. Har doim jamoasi bilan bundan keyin ham aka-uka bo'lib birdamlikda ish faoliyatini davom ettirishga tilakdoshmiz. Universitet ham kelajagi parlaq bo'lib, yaxshi muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsin o'quvchilari. Shu xodimlarning ham xonadonlarida hamisha to'ylar bo'lsin. Hamisha xonadonlarda to'ylar bo'lib yuzimizni Alloh yorug' qilishni nasib etsin. Assalomu alaykum avvalambor. Qanaqa opa? To'ylar muborak bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin, o'sha qarisin. Serfarzand, serdavatli bo'lsin. Nimaga ehtiyotlar qilishgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Shu qatorda biz ham sog'-salomat bo'laylik, tezroq to'ylarimizni qilib, tashqarida shakar farzandlar bersin. Xizmat qilganlarga hammasiga rahmat. Jamila ham yaxshi bola, hurmat qilamiz. Yana yeni to'g'risi 5 to'ylar nasib etsin. Men sizlarni har doim qo'llayman, o'qitaman, dunyo ko'rasizlar. Haqiqatda lekin shunchalik xursandman, Allohga shukr qilaman. Agar biz mana bola Toshkentga ishlagani ketibdi, mana bolamda qitda o'rtog'im desa aytadi, bu Mardikda ishlagani ketyapti. Buni kelajagi yo'q. Sizlarni men kelajakda yaxshi inson bo'lishlaringni, ziyoli inson bo'lishlaringni, sizlarni men televizorda ko'rsam, shu nimalarimga shuncha shukr qilaman, chunki Alloh borku onani nimasini eshitadi. Men shuni sizlar televizorda ko'rsam, yoki sizlarni orqalaringdan yaxshi narsani eshitsam, dunyo ko'rib, dunyo kessalaring, yaxshi inson bo'lsalaring, men shuncha faxrim, armonim yo'q derdim-da. Chunki shu farzandlarim uchun yemay yedirganman, kiymay kiydirganman-da. Mana o'zim 33 yil o'sha davlat ishida ishlab, shu bolalarim uchun harakat qilib, dadasiga ham dadasi
Dadasi mana bunday bo'lib, dadasi yordam qiling, o'zimda ham shu bolalarga. Chunki bolani o'qitganingiz bilan bir narsa hech narsa bo'lmaydi. Bolaga ham o'qitganingizdan keyin iqtisodiy, ma'naviy taraflardan bolani qo'llab-quvvatlab, motivatsiya berib, ruhlantirib tursangiz, bolangiz bir narsa bo'ladi-da, bir kelajakda bir yaxshi inson bo'ladi. Chunki bola kimda motivatsiya oladi, ruhlanadi, quvvat, kuch oladi? Faqat ota-onadan. Chunki ota-onada yo'q bo'lsa ham ota-ona boladan yashiradi, lekin bolangizga har doim yaxshi motivatsiyani bersangiz, shuni qo'llab-quvvatlab tursangiz, bolangiz kelajagi bo'ladi. Ha, demak, ayam shunday deyapti, dadam shunday deyapti deb bola ruhlanib o'zining kelajagiga sari intiladi. Bolani hech qachon tashib qo'ymas kerak. Ta o'zi mustaqil bir kasbda egasi bo'lib, o'zining hayotini yo'lga solguncha siz bolani tergab tursangiz, vaqtida motivatsiya berib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, ishlayotgan joyidagi jamoasini har doim ertalab turadi. Ayajon, yaxshi o'tirdingizmi? Salom beribman. Ayajon, menga bir yaxshi tilak bildiring, men ishga chiqayapman dedi. Tilaklarimni bildiraman. Ishlariga omad tilayman. Yana shu bilan xursand bo'lib ketaman, motivatsiya beraman. O'g'lim, turdingizmi? Agar 5 minut kechiksa telefon qilmay deyman-da, o'zim chiqaman. Keyin ha, aya dedi, kiyinayotgandim dedi-da. 5 minut bo'ldi, chiqmading deyman-da. Keyin motivatsiya beraman-da, o'g'lim, turdingizmi? Sizni buyuk ishlar kutmoqda deyman-da. Keyin aya rahmat deydi. Shu bolani qo'llab motivatsiyangizni o'zi ham bir katta narsa-da bolaga. Chunki men shunday oilada o'sganman. Har doim otam shu davlat ishda ishlab kelgan inson bo'lgan. Endi hozirda mana 2 yil bo'ldi. Olamdan o'tdilar. Har doim motivatsiya berib, har doim qo'llab-quvvatlab kelgan inson bo'lganlar. Izdoshlari mana endi farzandlari shunday qilyapti. Bolani tarbiyaladik. Shukr qilaman shu bolalarimda shunday bir dunyo ko'rsin, yaxshi inson bo'lsin. Endi shu gohida aytib qoladi, aya bizni shu paytlar shunday qilmaydi desa, mana shu o'rtoqlariga qarabchi, endi o'zlari bilib qol, endi o'zlari ham mana onga oshda ko'ryapti-da. Ana o'rtoqlariga qarab qishlarda qanday bo'lib yuribdi. Mana shu qattiqqo'lligim sizlarda, mana shuncha nima mevasi o'zlaringda sizlarda bo'layapti. Men mazza qilib sizlardan ko'rib, Allohga shukr qilyapman. Ey Alloh, shuncha qiyinchiliklarim mevasi natijasini sizlarda ko'rdim. Allohga shukr deyman. Azmiddin akam tabriklaymiz. Film bilan qo'sha qaragan. Ko'p farzandlar nasib bo'lsa uy-joy olib, yaxshi aqlli nok bo'lib yashanglar. Ishlaringizdan rivoj. Mana hammaning mana qasr emas-da bu. Bu yerda to'y qilib, hammaga emas. Shu yerda ishlab yurib, shuncha anaqalarni, ota-onamni, anaqalarni oqlab. Mehnatlarni oqladik. Oqlab nasib bo'lsa, bundan ham martaban ulug' bo'lsin. Eng oddiy kun shunaqa kun bo'lsin aka. Nasib. I could never miss your love, warm as a Miami day. Oh yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu somad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu somad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu somad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lahu kufuven ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Okulgan duasını bugün sahabına Peygamberimiz, Nebimiz, Muhammedimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, aile azarı, sahabeler, ümmetlerge, barchamizdan o'tib ketgan otalarimiz, onalarimiz, buvalarimiz, qishloqlarimizdan o'tgan barcha yaqinlarimizga pisabillah hadiya qildik. Yo Robbim, o'zingdan yolvorib so'raymiz, shu ukamizni tanijoni sog' bo'lib, olayotgan jut halolini Allohim baxtli, uvali, juvali qilib, keyingi yillarga o'g'il qizlar farzand ne'matlardan bergin. Tanijoni sog' bo'lib, yomon ko'z, yomon odamdan nari bo'lib, yaxshilarga yaqin bo'lib, Allohim topganini barakasini berib, ikki dunyoda ota-onasini Allohim yorug' yuzlar bilan olib yurishga nasib qildirgin. Bu o'tirganlarimizni, barcha birodarlarimizni tanijoni sog' bo'lsin. Topganini barakasini berib, yaxshi kunlarga, to'ylarga, xursandchiliklarga buyursin. Aka-ukachiligimiz yo'qolmasin, oramizga shayton kirmasin. Ilohim bu yoshlarni uvali juvali baxtli qilib, Allohim o'g'ilmi, qizmi bersin. Allohim bergan o'g'il qizlardan, xori olimlardan chiqsin. Katta insonlarni ota-onasi bo'lsin kelajaklarda. Ilohim yorug' yuzida bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Allohumma salli va sallim. Allohga yoshi baxtli bo'lsin. Hoji aka, bir narsa bor endi siz ham qo'shimcha ayting, ha? Shu o'g'limiz bilan kelinimiz baxtli bo'lsin. Amin. Amin. Ishlarini omadini bersin. Amin. Alloh baxtli bo'linglar. Hoji aka, qo'shing. Yo'q, siz turib oz gapirmasiz Ha, yanami? Ha. Allohdan so'raymiz, shu ukamizni tanijoni sog' bo'lsin. Ilohim yomon ko'z, yomon odamlardan o'zi asrasin. Xonadoni tinch bo'lsin, barakali bo'lsin, xayrli bo'lsin, unumli bo'lsin. Bu ovatgan sinimiz bilan, kelinimiz bilan baxtli hayotlarni kechirib, kelajakda shu chiroyli bir Alloh bir kichkina bir xursandchilik, yaxshi xursandchiliklar bersin, yomonliklarni nari qilsin. Ilohim baxtiga ota-onalar sog'-salomat bo'lib, uzoq umrlar yashaydigan bo'lsin. Bulardan tug'iladigan farzandlar Allohdan so'raymiz, aqlli, xushli, iymonli, taqvoli bo'lib, katta joylarda olimlar bo'lsin, domlalar bo'lsin, xorilar bo'lsin. Ilohim bularni ko'rgan insonlar ko'z yosh bilan shukrlarni aytib, otangga rahmat, onangga rahmat, bu otasi, onasi kim ekan bu shunday insonlarni deydigan bir farzandlar o'zidan qoldirsin. Alloh rozi bo'lsin, topganning barakasini bersin. Tanasiga tushib qo'ying. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda Parvonam mani. Parvona.com taqdim etadi. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun har onda quvonchga to'lingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani.
hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'pib erkalayman. Siz uchun bugun shu sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Men bugun baxtli, sog'lik bo'lsin. Serpazim, serjavlat bo'lsin. İşlerin omadini bersin. Tabriklab qo'ying endi. Tabriklayman. Mira. Haydi yollar Hadi bakalım. Kmuzon.com taqdim etadi. Aytsam dardlarimning dostoni uzun, bo'ynimda taqdirning arqoni uzun. Dunyoda eng g'amgin nimadir bo'lsa, undan-da g'amginroq kuy mening ko'nglim. Bog'lar orasimas orasida kunduz yorug'imiz tun orasida mehr faslida emas qahr faslida bemahal gullagan gul mening ko'nglim mening ko'nglim kelaman bir kun esiga ichim tashvishlarim tushar iziga aylanaman bir kun bahor qiziga quyoshga birlashar nur mening ko'nglim kelaman bir kun baxtning esiga ichim tashvishlarim Niverem, yıkayım, niverem, ay vaktılı altından sağlamasın. İşlerin kısa altın mısın, para başı aman mısın? Cemi ötken azlar, evliyalar,
Öyle geleceğim. Bu anasını arbakı kollasın, anasını arbakları kollasın. Cemiyet'ten az öyle. Yar mısın? Bana Güzel ya. Aylanaman bir kun bahor qiziga Quyoshga birlashar nur mening ko'nglim Allah xo'jayiningni kuyovni xo'jayinni oila a'zolari qiz ota onangga ko'ra qizim o'zingdan ko'payib baxtli saodat bor nasib bo'lsa yaxshi kunlaringda to'ylaringda nasib bo'lsa bizlar uyda sizlar uylaringda qo'yaylik nasib bo'lsa avval juvoli bo'ling amin bo'lishini qoldirsin qizim baxt Xudoni nomiga aytay salom yor Kelin kuyovlar bo'lar bo'lsin omon yor Hay hay bo'lan jononasi yor yor Yetti pillay tog'ini yagdonasi yor yor Hay hay bo'lan jononasi yor yor Yetti pillay tog'ini yagdonasi yor All our friends are splitting up. Never saw them fall out of love. And all the time that were us. You're falling fast and it falls apart. Yeah, I had to learn how to be my own father. I come from a broken home. I taught myself respect and honor. Sometimes it is better to lead than blindly follow. I've seen so much greed, that's why I gotta stay humble. I gotta stay humble. I'm driving in that brand new Benz. Come to find out all I needed was a friend. Come to find out I'm still dealing with the best. Always in the city, I need some clean air. There's poison everywhere. Come to find out I can't be on socials. Come to find out I don't wanna be in photos. Always in stress, always riding solo. I don't wanna drift away from who I am. Damn, it's New Year's already. How the time flies by. 2022, it was a year with hard times. I had fallen behind. Yeah, I wanna talk about so many things, but I couldn't get it out, yeah, out of my mind. Like I wasn't ready to fly. Staying in a 5-star hotel. Come to find out I need a place for myself. Come to find out all I needed was some help. They wanna buy my soul, but I don't sell. Yeah, I was on the highway to hell, and now I'm trying to find the highway to home. God, I'm ready for the sold out shows. I am almost 25. Damn, I'm getting old. I don't wanna drift away from who I am. I know I got a lot to show the world. Nobody can bring me down. Emotions I am putting into words. I gotta keep going, can't turn back now. And I say it out loud. I say it out loud. I try to make them all proud. This is for the fans, for the ones that listen.
for the fans, for the ones that listen. She got a body like I never seen, oh. Yeah, love is my remedy, yeah. Yeah, love is like therapy, oh. I ain't never had it like that, no, not like that, I love the way she moves her hips, yeah. She knows the way to my heart. I love the way she moves me, yeah. Got me questioning if you are the one. I should make you the only one. I should make you. I should make you. 'Cause my heart is yours. My heart is yours. Your heart is mine. Shake your body for me. You had too many shots, but you're with me, so no worries. 'Cause I know you like it. I put my effort inside, man. You're my missing independent. Girl, you're the one I invest in. We can love all night, make sweet love all night. Let me love you right. Let me call you mine. I should make you the only one. I should make you. I should make you. 'Cause my heart is yours. My heart is yours. Your heart is mine.
holatda marhamat to'ylar muborak bo'lsin. Yolun
alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Barchangizni sog'likda, omonlikda diydor ko'rganimizdan benihoyat xursandmiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Oqshom shahzodasi hamda malikasi bugun bir-biringizga bergan ahdingiz bardavom bo'lsin. Bugungi qurayotgan baxt qasringizda umringizni oxirigacha umr guzurolik qilishingiz barcha aziz yaqinlar, barcha yaxshi insonlar tilakdoshimiz. Hurmatlilar, hurmatga sazovor aziz mehmonlarimiz, mezbonlarimiz. Bugungi tantana saroyiga bilamizki, kelin-kuyovlarimizga eng yaqin bo'lgan insonlar, qalbingizdagi eng samimiy ezgu tilaklar ila bugungi oqshomga tashrif buyuryapsiz. Oqshom mobaynida a'lo kayfiyat, maroqli xoliq sizlarni aslo tark etmasin deymiz. Zero bugungi oqshom qaror daqiqasi har birona azizlar sevgi muhabbatga lim-molim tarannum etadi demakdir. Albatta, ijozatingiz bilan bugun kechamizni ochig'iga e'lon qilamiz. Xizmatingizda mezbon sarbon ijodkorlar Ananavo ansambli bo'ladi azizlar. Yana bir bora a'lo kayfiyat, maroqli xordiq tilagan holatda, sizlarni uzoq kutmagan holatda dildordan navolar hozircha esa sokin taronlarlar ijod sahnasida mezbon ijodkorlarimiz Ananavo ansambli. To'ylar muborak bo'lsin.
Sizlarni mamnuniyat ila Badiiy maydon markaziga taklif qilamiz. Xonadon sohiblari sizlardan so'rab qo'ygan bo'lardik. Agarda bugungi kechamizga yoshlar ulug' buvijonlarimiz, hoji onajonlarimiz tashrif buyurishgan bo'lsa, ularni davrimizga taklif qilamiz. Ayni damda samimiy tilaklarni buvijonlarimizdan, yoshlar ulug' insonlarimizdan tinglab qolamiz. Bugungi oqshomda raqs-nikoh hollarida esa Lutfan oshig'iga e'lon qilamiz. Marhamat, yoshlar ulug'larimiz, hoji onajonlarimiz, buvijonlarimiz, davramizga tashrif buyurasiz. Bugungi oqshomga hamda yoshlarimizga chiroyli tilaklarni yo'llab qo'yasiz. İki yaş farklı olsun, duvar olsun, şerberden şerberler olsun, farklı eğitim onlar. Assalomu alaykum. Hurmatli davramdorlar, aziz mehmonlar, mezbonlar. Ana bugun bir ajoyib kunda, bir quvonchli voqeaga guvoh bo'lib turibmiz. Mana Chorvoqimizdan o'tdi, ukamiz To'rajon Umerovni xonadonida, bularda aziz farzandlari Azmiddinjon kuyovimiz, Fayruzaxon qizimizni baxtli oqshomi. Biz Allohdan bularga nima so'raymiz? Ularga baxt tilaymiz. Serfarzand, serdavlat bo'lsin. Shular xonadonlarda doim yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Shu to'ylarga guvoh beraylik. Nasibsa To'ra bobo yanagi yillar besh ko'tarib kelsin. Chora bobo nevaralaringiz ko'p bo'lsin. Shu nevara boqib charchamang, shu yaga mana baxtli bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Allohim hammalaringizni, xonadonlaringizni mana shunday yaxshi kunlar, to'ylarga yetkazsin. Dunyomiz tinch bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin. Faqat yashillar ko'rib beringizlar, faqat yashillar ko'rib beringizlar, yashillar ko'rib beringizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mezbonlar, Allohimiz Xudomiz cho'rakaga hurmat qilib kelgan insonlarga hammasiga rahmat aytamiz. Nasib bo'lsa farzandlarimiz, kuyovimiz, biz o'g'limizni qabul qilamiz, qizimiz sog' salomat bo'lsin. O'zbekistondagi eng yaxshi oilalardan, eng serfarzand oilalardan, nasli kelajagimizni quruvchi eng zo'r kadrlar, ota-onalardan ham o'tadigan kadrlar yetishishini tilamiz. Nasib bo'lsa O'zbekistonda kelajagi shu yoshlarimiz. Nasib bo'lsa hammaga tinchlik, sog'lik, salomatlik. Rahmat, biroz qarsaklarni yo'llab qo'yamiz. Chiroyli tilaklar uchun rahmat. Aleyna hurmatli xonlar va janoblar, badiiy oqshomda raqs-nikoh onlarini ochiqligiga e'lon qilamiz. Barcha aziz mehmon mezbonlarimiz raqs-nikoh onlariga sizlarni davramiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Sen
kunimizda kuyovlarimizga eng qadrli bo'lgan insonlar albatta bugungi oqshomda ishtirok etishmoqda desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Davramiz markaziga kuyovlarimizni yaqinlari desak ham bo'ladi, hamkasb desak ham bo'ladi, ustoz desak undan ham to'g'ri bo'ladi. Toshkent shahridagi Alju universiteti rektori G'ayrat Azatov janoblari, marhamat sizlar valiy maydon taklif qilamiz. Chiroyli tilaklarni yoshlarimiz uchun yo'llab qo'yasiz. Hamda kuyovlarimizning ustozlari Nozimaxon Vohidova, siz ham xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin sizga ham. Albatta shogirdingizni eng baxtli kunida yonidaringizdan chin qalbimizdan minnatdormiz, xursandmiz. Bunday to'ylar ko'payaversin, shogirdlaringiz ko'payaversin. Ularni yaxshi kunida ham, yomon kunlarda ham mana shunaqangi oldida turish nasib qilsin deymiz. Marhamat. Keling ustozjon, assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum Qashqadaryo. Qanisizlar? Qani qarsaklar? Surxondaryo. Azmiddin taraf qani? Arju universiteti. Arju zamonaviy kasblar makoni dunyoda yagona. Azmiddin bolajonim mana shunday yagona universitetda ishlab, mehr qozonganing, muhabbat qozonganing muborak bo'lsin bolajonim. Karnay surnaylarning navosi bilan, shu uyga muhabbat vafosi bilan qadam qo'yding, izing gullarga to'lsin. Kelinoy, oppoq liboslaring muborak bo'lsin. Munis qaynonangni qilguncha mushtoq, garchi sog'intirding yo'lingda uzoq. Bugun, aynan bugun ayro bo'ldi, ayriliq firoq. Kelinjon, oppoq liboslaring muborak bo'lsin. Yashasin kelin kuyovlar, muborak bo'lsin bolajonim. Sani kuyov o'rnida, kuyovni sahnasida ko'rish biz uchun baxt. Kelin tarafga aytaman, sizlar lotereyaga yutdingizlar bu yigitni. Ishonasizlarmi? Kuyov tarafga ham aytaman, qizimizni turishlari aytyapti, rang ko'r, hol so'r deb. Kelin poshsha ham kuyov tarafga lotereya. Qani Azmiddin oilari? Muborak bo'lsin, topganlaringiz halol ekanki, mana shunday kelinoy bugun sizga nasib etibdi. Ko'p gapiraman, mikrofon menga tegdi. 35 kundan beri uyda yotibman shifoxonada. Bugun Valijon aka qo'ymadilar, mana bevosita rahbarim bugun kelmasangiz bo'lmaydi deb oyog'im og'rigan bo'lsa ham bugun negadir og'riqlar yo'qoldi. Mana shunaqa yaxshilar davrasida mamnuniyat bilan so'zni kamroq gapirib, endi ko'p gapirdim, uzr, kasb kasalligi ma'zur tutasizlar. Bitta qarsak bo'lsa ishonaman. Yashayman. Rahmat. Mamnuniyat bilan so'zni biologiya fanlari doktori, professor, Arju universiteti rektori G'ayrat Murodovga beramiz. Arju. Rahmat Nozim aka. Birinchidan siz so'zlaringizdan keyin bu narsa deyishni qo'shishim juda qiyin bizga. Siz professional odamsiz, biz endi любитель degandek. Mana shunga qaramasdan haqiqatan bugun mana chiroyli tadbirda hammamiz bir yig'ilib turibmiz. Ya'ni Azmiddin ukamizning to'ylarida hammamiz mana shu yig'ilishni nasib qilgan ekan. Azmiddin sizga katta baxt tilayman. Kelinimiz bilan chiroyli hayot kechirishlaringizni so'rab qolaman. Yana yangi yillarda bugun takliflarga qo'shilamiz. Chiroyli farzandlar bo'lish nasib qilsin. Ota-ona bo'lish nasib qilsin. Chiroyli hayotni bugun shunaqa chiroyli davrada hayotlarni boshlamoq birinchi qadamlaringiz, men o'ylaymanki, butun umr shunaqa chiroyli, shirin, o'zlaringizga o'xshagan aqlli farzandlik ota-onalar orasida shunaqa chiroyli hayot sizlarni oldinda kutmoqda. Mana bu yerda hozir butun Arju universiteti jamoasi yig'ilgan. Mana aytmoqchiman, Azmiddin ko'p bo'lmadi hali ishlaganlariga. Shuncha odam ishlab ketdi bizning universitetimizda. Lekin shunga qaramasdan juda bir katta hurmatga sazovor bo'lgan, mana shu turgan hamkasblarimiz ko'rib turibsizlar. Shuncha odam kelib turibdi sizni tabriklashga. Chiroyli kuningizda hammamiz birga bo'lib turibmiz. Va doim mana shunaqa kelajakda ham birgalikda bo'lish nasib qilsin. Bugungi kunda siz assistent bo'lsangiz, Xudo xolasa kelajakda rektor bo'ling, vazir bo'ling, hatto inson bo'lib keting. Eng yaxshi tilaklarimiz sizga. Universitetimizdan prorektorlarimiz bor, Koreyadan kelgan rektorimiz Yonkan degan professorimiz turibdilar. Shular ham bizlarning tilaklarini aytmoqchimiz. Rahmat.
I'm sorry, my Uzbek is not good enough to give a congratulatory remarks. I will continue in English. I know Asmuddin for more than a month, and as I understand, he's a good man with a good personality, and he's also a capable man with a lot of talent. So I'm sure that he will lead a good family, and I wish all the best to both of you in your life, to have a happy, prosperous family, and all the loving relationships between you will continue until the death parts you away, so to speak. Thank you very much. Albatta bir yaqin bir oydan ortiqroq bilaman, juda ham talantli, qobiliyatli bola deb fikrlayman. Lekin to'g'ri noto'g'rini keyin bilamiz. Albatta, yog'ini aytmayman. Sizga janob Kim tomonidan juda ham yaxshi tabriklarni bildirdi. Qo'sha qaringlar, ko'p farzandli bo'linglar, baxtli yashanglar. Shu qobiliyatingizni yana ham arjuda ochilishini, gullab yashashini tilab qolaman. Hozir mamnuniyat bilan Adish universiteti nomidan tabrik bo'ladi. Nihol mukofoti sovrindori, Sharq taronalarida Sharq bulbuli maqomiga muyassar bo'lgan Gulzoda xonim Xudoynazarova taklif qilamiz. Marhamat, nazarimda obodim yor qo'shig'i bilan Gulzoda xonim bizga kelmaysizmi bitta? O'sha joydan turib, ikki qator jonli bo'lsa, agar mumkin bo'lsa. O'sha joydan turib, keyin raqs qo'shiqlar bo'lsa, Adish universiteti va mehmonlar hamma maza qilib bugun xirom aylashga bel bog'lab kelgan. Kela qoling. Chaqirsaydik kelmasmidim yor. Sening uchun o'lmasmidim yor. Dunyoni ters durmasmidim yor. Aramim yor, obodim yor, oftobim yor. Yomg'ir kulsa eslamadingmi? Nurlar so'nsa eslamadingmi? Tosh yorilsa eslamadingmi? Tosh yorilsa eslamadingmi? Oromim yor, obodim yor, oftobim yor deb shu qo'shiqni hozir aytib berishdan assalomu alaykum deyman azizlar. Mana shu koshonaga tashrif buyurgan azizlar, mana kuyov bola shunchalik sizni Nozim opam yaxshi ko'rar ekanlarki, mana bularni qizlariman, singillariman, erklari sig'ib ke singlim. Mana shu shogirdimni men nomimdan tabriklab bergin deb chaqirdilar va men uchib keldim. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Nozim opajon, bugun mana Gulzoda Xudoynazarova sizlar uchun xizmatinglarda. Nozima Vohidovani nomlaridan bir sovg'a tariqasida qo'shiqlarimni qabul qilgaysizlar. Bitta mana shu obodim yorni aytib beray, keyin sho'xidan hamma so'zga chiqqanlarni yoki siraz sho'xidan boshlaymiz. Ha, siraz sho'xidan boshlaymiz. Ha.
sog' bo'linglar. Oqshomga tashrif buyurishga marhamat. Vasliddin Muhiddinov boshchiligidagi kollektiv a'zolari barchangizni taklif qilamiz marhamat. Chiroyli tilaklarni kelin-kuyovlarimizga yo'llab qo'yishingiz mumkin. Albatta kelin boshimizda kollektiv a'zolari qolaversa, kuyovlarimizni jigarlari, jondan ortiq suygan akajonlarni kollektiv a'zolari marhamat. Vasliddin Muhiddinov janoblari boshchiligi ostida tashrif buyurasiz. Kelin-kuyovlarimizga chiroyli tilaklarni yo'llab qo'yasiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun qizimiz Fayruzaxon qizim deganman. Bu qizni studentlik davridan tarbiyalab kelyapmizki, bugun mana shu visol oqshomigacha mana kollektivimiz bilan bunaqa samimiy, bunaqangi mehnatkash, bunaqangi haqiqiy sharqona tarbiya topgan qizni bugun o'zimizda xodimimiz Nazmiddinjon ukasiga turmushga beryapmiz. Alloh ularga baxt, saodat bersin. Shunday oila quringlarki, bu nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda sizlarning baxtlaringni ko'rib havas qilib yurishsin. Hayot so'qmoqlarida bir-birlaringga yelkadosh bo'lib, hamisha bir-birlaringni himoya qilib, doim quvnoq, xushchaqchaq bo'lib yashanglar. Farzandlaringni baxt kamolini ko'ringlar. Men bir narsani ko'rib amin bo'ldim hozir. Boshida kelinimizni ham, kuyovimizni ham otalarini chaqirganda shunaqangi samimiy, oddiy insonlarga farzandlari ham xuddi shunaqangi samimiy tarbiyalagan. Avvalambor sizlarga ming rahmat. Shunaqangi fidoyi tarbiyalik farzandlarni xalqimiz uchun, davlatimiz uchun yetkazib berganlaringga. Doim shularning baxt kamolini ko'rib, nevaralaringiz sonini adashtirib xursand bo'laringlar. Boshlaring to'ydan chiqmasin. Farzandlaringizni bolalarni ham to'yga bosh bo'lib, xursand bo'lish nasib qilsin sizlarga. Sizlarga baxt, saodat tilayman. Doim O'zbekistonning eng baxtli oilalarida bo'lish nasib qilsin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hamma gapni rahbarimiz Nazmiddin juda chiroyli gapirdilar. Mana kollektivimiz ayol qizlar nomidan, viloyatlar nomidan tabriklayman. Bitta narsani alohida aytib o'tishim kerak. Fayruzaxon qizimiz juda ham tarbiyali, ishxonamizda bunday bo'ladigan bizlarda. Faqat tepada aytib o'tishdi, juda ham baxtli insonlar kelin qilyapti ota-onalariga, ularni tarbiyalagan yaqinlariga rahmat aytmoqchiman o'zim nomimdan. O'rnak bo'ladigan qizimiz. Nazmiddinjon bilan Fayruzaxonni tabriklayman. Albatta baxtli hayot, uzoq umr, sihat, salomatlik, Allohning bergan umrini juda ham mazmunli o'tishini tilayman. O'g'il qiz farzandlari ko'p bo'lsin. Allohning roziligini olib yashashlik nasib qilsin. Rahmat, chiroyli tilaklar uchun alini kechamiz davom etadi. Barcha mehmonlarimiz, kollektiv a'zolari, barchalarni davramiz markaziga taklif qilamiz. Raqs korxonalariga to'ylar muborak.